Assalomu alaykum bolakay kanalining obunachilari. Mana bugun sizlar bilan elektrik ishlarini qilamiz. Mana hozir ulayotgan narsamiz bu puskatel deyiladigan narsa. Bu aksariyat zavodlarda ishlaydi. Bu knopka buyruq beradi bunga, bu kamanda qiladi. Shunaqa tarzda ishlaydi. Bu narsa asosan ko'p ishlaganda ichida 3 ta faz o'tkazadigan kontakti bo'ladi. O'sha kontaktni chaqnash sifat nimasida jarayonida kuyadi. Kuygandan keyin buni alishtirish kerak. Alishtirmasa bu bir-biriga yopishib qolsa, knopkaga bo'ysunmasdan to'xtovsiz ishlaydigan bo'lib qoladi. Bu o'ta xavfli narsa. Bunga jiddiy qarash kerak bu narsaga. Sizlar bilan hozir buni oxirigacha qo'yib, ulab tekshirib ko'ramiz. Hamma nimalari, hamma jarayonlari videoga tushgan. Mana ulanish tartibi tepasidan 3 ta faza kiryapti, 3 ta faza tagidan chiqib ketyapti. Hozir mana orqa tomonda 2 ta mayda knopkaga ketgan, kamanda beradigan katushkasidan chiqqan kabel knopkaga ketgan. O'sha ulandi. Mana tepa tarafda hozir mana qizil, yashil, sariq uchovi faza. 3 ta faza tepadan kiryapti. Keyin knopka bosganda bu chiqqillab yopishib 3 ta fazani qo'shadi. Shundan keyin tagidan 3 ta faza chiqadi. O'sha uchala fazani o'sha ulaydi. Короче, bir-biriga ulab beradi. Knopka bosganda faqat, qo'yib yuborganda uzadi. Mana hozir tepa tomonini ulab bo'ldik. Endi pastki tomoni. Pastki tomondan chiqadi. Tepadan kirish, pastdan chiqish tok. Shunaqa tarzda bo'ladi. Endi buni hozir hamma narsasini joy-joyiga yig'ib bo'p, sizlarga bir ishlash tartibini ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib chiqishlaring mumkin oxirigacha. Bitta like bosib qo'yinglar obuna bilan. Esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ham shunaqa narsalar qo'yib boramiz. Mana hozir ulab bo'lib qoldik. Tagini ulayapmiz 3 ta fazani. 3-faza ham bo'lyapti mana. Bundan keyin korpuslar kiydiriladi. Sizlar korpuslar bilan защитник kabel mabodo ochilib ketsa ham bir-biriga yopishib qolmaslik maqsadida korpuslar qo'yilyapti mana. Eng yaxshisi buni kompaniya Chint olgan yaxshi original. Mana ishlash jarayoni. 3 ta faza chiqyapti, 3 ta faza kiryapti. Deb orqasidagi 2 ta kabel nimaga? Shunaqa tarzda qo'shadi mana.